9-may xotira va qadrlash kuni. Bu sana oddiy kun emas. Bu tarix, bu xotira, bu hurmat. Yillar o'tsa ham qahramonlar jasorati unutilmaydi. Ular biz uchun kurashdi, biz uchun yashadi, biz uchun jonini fido qildi. Bugungi tinch hayot ularning mashaqqatli yo'li samarasidir. Har bir xonadonda bir xotira, har bir qalbda minnatdorchilik bor. Ko'z yoshlari, ayriliqlar, ammo hech so'nmagan umidlar. Hech kim unutilmaydi, hech narsa unutilmaydi. Otalar jasorati farzandlar qalbida mangu yashaydi. Qahramonlar nomi yuraklarda abadiy. Ularning orzusi bizning bugungi tinchligimiz. Tinchlik eng buyuk ne'mat. Uni asrash burchimizdir. Biz eslaymiz, biz qadrlaymiz, biz faxrlanamiz. Tinchlik uchun mangu rahmat. Qahramonlarga abadiy hurmat. Xotira muqaddas. 9-may qalbimizda abadiy.